Bugun biz xalq deputatlarining yangi shahar kengashi sessiyada vakolat qiladigan masalalarni ko'rib chiqishga yig'ilganmiz. Bugun sessiyada 20 nafar deputatlar, 16 nafar qatnashmoqda. Saylangan deputatlar hisobidan kvorum yetarli. Bugungi sessiyamiz Facebook ijtimoiy tarmoq orqali to'g'ridan to'g'ri efirga uzatilmoqda. Umuman 7-chaqira xalq deputatlari yangi shahar kengashining navbatdagi sessiyani ochish to'g'risida kimdan qanday taklif bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Bugun sessiya kotibligiga Abdurahmonov Ilyos Shirqulovich nomzod tavsiya etilmoqda. E'tirozlar bo'lmasa, shu qaror taklifni tasdiqlash so'rayman. Rahmat, marhamat. Ilyos Shirqulov joyingizni egallashingiz mumkin. Kun tartibi birinchi masalaga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21 may kunidagi 71-son farmoni ijrosi doirasida olib borilayotgan ishlar yuzasidan so'z yangi shahar prokurori Atiq Feruzullayevich, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya raisi, deputatlar. Barchangizga ma'lumki, joriy yilning 27-iyun kuni viloyatda korrupsiyaning oldini olish, ayniqsa maishiy korrupsiyaga barham berish, hududda unga nisbatan murosasiz muhit yaratish maqsadida barcha soha va tarmoqlarni qamrab oluvchi yo'l xaritasini ijro qilish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazilib, mas'ullarga aniq vazifa topshiriqlar berildi. Shu bilan birga korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashining navbatdagi yig'ilishi Yangiyer shahrida o'tkazilishi belgilangan edi. Shu asnoda shaharda yo'l xaritasi ijrosini monitoring qilish bo'yicha ishchi guruh tomonidan joriy yilning 1-sentyabr, 2-sentyabr holatiga o'rganish, kuni holatiga bo'lgan davrda qamrab olgan o'rganish o'tkazildi. Bugun korrupsiyaning oldini olish hamda maishiy korrupsiyaga barham berish borasida Yangiyer shahrida amalga oshirilgan ishlar va sohadagi faoliyatni tanqidiy ko'rib chiqamiz. Birinchisi, maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi sohasida. Yangiyer shahar maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi sohasida korrupsiyaning oldini olish va maishiy korrupsiyaga barham berish bo'yicha ishlar yetarli darajada tashkil etilmagan. Jumladan, shaharda 12 ta umumta'lim maktabi va 13 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud. Shundan joriy yilning avgust oyida Mehnat.uz platformasiga maktabgacha ta'lim va maktablardan 51 ta vakansiyalar e'lon berilgan. Bugungi kunda shahar maktabgacha ta'lim va maktab ta'lim bo'limiga qarashli umumta'lim maktablarida 15 nafar o'qituvchi, pedagog va boshqa xodimlar, shu jumladan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 5 nafar tarbiyachi va boshqa xodimlar 0.25-0.5 ish stavkasida mehnat faoliyatini olib borayotgan bo'lsa, ularni to'liq ish stavkasiga o'tkazish hamda shtat birliklarini ma'qullashtirish choralari ko'rilmagan. Bu borada ishlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish lozim bo'ladi. Shuningdek, shahardagi umumta'lim maktablari hamda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarini korrupsiyaviy xavf-xatarning oldini olish maqsadida bosqichma-bosqich rotatsiya qilish ishlari ham talab darajasida tashkil etilmaydi. Zero bu borada Respublika ishchi guruhining joriy yilning 12-iyundagi viloyatda korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurash bo'yicha yo'l xaritasi ijrosi yuzasidan o'tkazilgan yig'ilish bayonida berilgan topshiriqlar ijrosi bajarilmadi. Bundan tashqari, korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash bo'yicha tarbiyachi, o'qituvchi va boshqa xodimlar o'rtasida anonim so'rovlar o'tkazish tadbirlari ham oxiriga yetkazilmadi. Xususan, shahardagi umumta'lim maktablari va davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 970 nafar tarbiyachi, o'qituvchi va boshqa xodimlar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, 10 ta savolnoma bo'yicha ularning 489 nafarida anonim so'rovlar o'tkazildi xolos. Bu 54.2% ni tashkil qiladi. Yoki shahardagi 10-sonli umumta'lim maktabi hamda 13-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari o'rtasida anonim so'rovlar onlayn tarzda umuman o'tkazilmagan. Shuningdek, menejerlik o'quv kurslarida 11 nafar amaldagi direktorlardan 5 nafari o'qitilgan bo'lib, 6 nafari sertifikatga ega emas. Shu bilan birga davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining barchasida outsourcing xizmati yo'lga qo'yilgan. Joriy yilning 8 oyida 39 ta nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining 19 tasida sanitariya qoidalari va me'yorlari hamda 21 tasida yong'in xavfsizligi qoidalari talablariga rioya etilishi o'rganilgan xolos. Qolgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini o'rganish uchun mas'ullarga
yana qancha vaqt kerak bo'ladi? Shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limining 29 nafar xodimlari o'z ish faoliyati yo'nalishlari bo'yicha korrupsiyaga qarshi kurashishga doir masofaviy o'quv kurslarida o'qitilgan. Mazkur sohada yo'l qo'yilgan kamchiliklar bo'yicha maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi shahar bo'limi mas'ullari axborot berishi lozim bo'ladi. Ikkinchi yo'nalish sog'liqni saqlash sohasida. Yo'l xaritasining ikkinchi bandi bo'yicha sog'liqni saqlash sohasida, shu jumladan Yangiyer shahar tibbiyot birlashmasida muayyan ishlar amalga oshirilganligi bilan birga ayrim kamchiliklarga ham yo'l qo'yib kelinmoqda. Xususan, bemorlarga koykalarni ajratishda shaffoflikni ta'minlash choralari ko'rilgan. Shahar tibbiyot birlashmasida jami 265 ta statsionar koyka o'rin mavjud bo'lib, o'rganish kunida shifoxonada jami 250 nafar bemor davolanayotgan bo'lsa, 15 ta bo'sh koykalar mavjudligi aniqlandi. Biroq tibbiyot birlashmasi hamda uning bo'limlarida bo'sh koykalarning mavjudligi to'g'risida ma'lumotlar qabul bo'limi va statsionar bo'limlarda aholiga ko'rinarli joyda joylashtirilmagan. Shahar tibbiyot birlashmasiga yo'llanmasiz kelgan va boshqa hududdan kelgan bemorlarga pullik xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan va aholiga qulaylik yaratish maqsadida pullik xizmat ko'rsatish bo'yicha axborot burchagi tashkil etilgan. Bundan tashqari, dori-darmon va tibbiy buyumlarni har bir bo'lim kesimida qoldiqlari to'g'risida kunlik ma'lumotlarni aks ettiruvchi Telegram kanali tashkil etilgan. Ya'ni tibbiyot birlashmasiga yo'llanmasiz hamda boshqa hududlardan kelib murojaat qilgan bemorlarga pullik xizmat ko'rsatish bo'yicha price list yoki prekursant narxnoma ilib qo'yilgan. Shuningdek, tibbiyot birlashmasida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash bo'yicha shifokor, hamshira va bemorlar o'rtasida anonim so'rovlar o'tkazilmagan hamda natijalari yuzasidan manzilli chora-tadbirlar belgilanmagan. Yoki shahar tibbiyot birlashmasida jami 1084 nafar xodimlar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, o'rganish kuniga qadar birontasi bilan anonim so'rovlar o'tkazilmagan. Bundan tashqari, shahar tibbiyot birlashmasida kichik va o'rta tibbiyot xodimlarining jami shtat birligi 1036 tani tashkil qiladi. Biroq ish o'rinlarining sun'iy bo'linishi natijasida 0.75 stavkasida 19 nafar, kichik 74 nafar o'rta tibbiyot xodimlari to'liq ish stavkasiga o'tkazish hamda shtat birliklarini ma'qullashtirish choralari ko'rilmagan. Mazkur bandning ijrosi bo'yicha mas'ul ijrochilar sog'liqni saqlash boshqarmasi shahar tibbiyot birlashmasi mas'ullari tomonidan sustkashlikka yo'l qo'yilganini qanday izohlaydi? Uchinchi yo'nalish kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohasida. Shaharda kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash sohasida o'tkazilgan o'rganishlarda kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Jumladan 2024-25 yillarda hokim yordamchilarining tavsiyasiga asosan har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Xalq banki shahar filialidan 462 nafar shaxslarga 7 milliard 792 million so'm miqdorida imtiyozli kredit mablag'lari ajratilgan. Qayd etilgan davrda 462 nafar shaxslarga jami 7 milliard 792 million so'm miqdorida imtiyozli kredit ajratilgan bo'lsa-da, hisobotlarda kredit ajratilish hisobiga 462 nafar shaxslarning 126 nafar bandligi ta'minlangani to'g'risida hisobotlarga qo'shib yozilgan. Bu bo'yicha ma'muriy javobgarlikka tortilgan mas'ul xodimlar. Bu davrda hokim yordamchilarining ijobiy tavsiyasi asosida ajratilgan imtiyozli kredit mablag'larining maqsadli sarflanishi o'rganilgan bo'lsa-da, to'liq oxiriga yetkazilmagan. Shuningdek, ish beruvchilar tomonidan bandlik bo'limiga bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumotlarni taqdim etishdagi muammolar to'liq o'rganilmagan. Shuningdek, ish beruvchilar tomonidan bandlik bo'limiga bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumotlarni taqdim etishda har oy yakuni bo'yicha muntazam ravishda Yangiyer shahar 4-son bolalar musiqa maktabi tomonidan musiqa rahbari lavozimi hamda Yangiyer vatanparvar tashkilotida sport bo'yicha o'qituvchi trener lavozimlari sifatsiz shakllanib kelganligi aniqlandi. Ya'ni Yangiyer shahrida 46 ta tashkilotlarda ish beruvchilar tomonidan bandlik bo'limiga taqdim etilgan bo'sh o'rinlari to'g'risidagi hisobotlarda ish o'rinlari yashiringanligi holatlari aniqlanmagan. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohasida nima uchun ishlar yetarli darajada tashkil etilmadi? Bunga mas'ullar qanday munosabat bildiradi? To'rtinchisi, energetika sohasi. Energetika sohasida o'tkazilgan o'rganishlarda quyidagi kamchiliklar aniqlandi. Jumladan, joriy yilning o'tgan davrida
Yangi shahar elektr tarmoqlari korxonasiga kirib kelgan 60.4 million kilovat-soat elektr energiyasining umumiy miqdoriga nisbatan 15%, ya'ni 603 million kilovat-soat elektr energiyasini yo'qotilishiga yo'l qo'yilgan. Ushbu elektr energiyasini yo'qotilishi bo'yicha huquqbuzar shaxslarga aniqlik kiritilmagan. Shuningdek, shaharda 3369 ta maishiy iste'molchilarning elektr energiyasi hisoblagichlari mansublik chegarasiga olib chiqib o'rnatilmagan. Bu esa o'z navbatida iste'molchilar tomonidan elektr energiyasini noqonuniy foydalanish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, to'lov intizomiga rioya qilib yetkazib berilgan energiya resurslari uchun to'lovlarni o'z vaqtida undirish, shu bilan birga korrupsiyaviy omillar sababli ta'minotchi korxonalar hisob raqamiga to'liq undirish choralari ko'rilmagan. Joriy yilning 1-sentyabr kuni holatiga Yangiyer shahrida aholiga 9,5 milliard so'mlik tabiiy gaz yetkazib berilgan bo'lib, shundan aholidan 446 million so'm qarzdorlik undirilmagan. Bu davrda 41,4 milliard so'mlik elektr energiyasi aholi va energiya resurslari aholi va ulgurji iste'molchilarga yetkazib berilib, 1 milliard 3 million so'mi undirilmasdan qolgan. Achinarlisi, qarzdor iste'molchilar tarmoqdan to'liq uzilmagan. 5-si kadastr sohasi. Yangiyer shahrida yer maydonlarini zaxira yer egaligiga qaytarilishi hamon korrupsiyaviy xavf-xatarni oldini olish choralari ko'rilgan. Xususan, shahardagi 30 ta holatda maqsadsiz foydalanishdagi yer maydonlari zaxiraga qaytarilmoqda. Yangiyer shahar bo'yicha jami yer maydoni 299 gektar bo'lib, jami 571 ta yer maydonlari fuqarolarga 0,0406 sotikdan ajratilgan bo'lib, bu borada tegishli qarorlar chiqarilib, barcha huquqiy hujjatlar qilib berilgan bo'lsa-da, haligacha to'liq auksionga chiqarib, yerlarni egasiga yetib borilishi oxiriga yetkazilmadi. 6-si ichimlik suvi ta'minoti sohasida. Yangiyer shahrida ichimlik suvi ta'minoti sohasida amalga oshirilgan ishlar talab darajasida emas. Bu borada to'lovlarni hisoblash, qarzdorlikni undirish jarayonida korrupsiyaviy omillar bartaraf etilmayapti. Xususan, suv ta'minoti korxonasi tomonidan joriy yilning o'tgan davrida Yangiyer shahrida billing dasturidagi iste'molchilar 11.376 nafarni tashkil etib, 1.600 ta xonadonlarga hisoblagichlar o'rnatilmagan. Hisoblagichsiz suv olyapti. Yuqoridagilarga asosan hududiy ishchi guruh a'zolari hamda yo'l xarita ijrosiga mas'ul bo'lgan mutasaddi idoralar rahbarlaridan yo'l xaritada belgilangan vazifa va tadbirlarning o'z vaqtida to'laqonli bajarilishini yana bir bor mas'uliyat bilan yondashish talab etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Axborotni qo'llaning. Ma'ruzachiga savollar bormi? Yusuf aka. Bir savol bor. Mana shu bo'yicha oxirgi aholi qarzdorlik undirilgan qarzdorlik haqiqatan masalan markaz mahalla Inchobod ko'chasi bor, o'zi mahalla bir kanal bo'ldi. O'tgan yili Obod mahalladan chiqqan 240 yangi tarmoq tarqatildi to'rtta. Lekin biron bir gram suv tushgani yo'q. Men o'zim o'z hisobimdan masalan 200 bermanga garaj qilmadim. Aholi sotgan. Oyiga men to'layman, oyiga masalan 100 ming to'lab qo'yaman. Agar ularga to'layman, lekin davlat tomonidan menga har oyga SMS kelyapti, har oyga to'layman. Lekin men suv oqizib to'layapman, ovqat suvi, kanalizasiya ulanmayman, lekin ichimlik suvi qarz kelyapti menga. Bir necha marta murojaat qildim, to'lashingiz kerak deyapti. Endi buni qanday qilib nima qilishni hozircha bilmayapman lekin. Men faktiski har oyda 300 ming, 250 ming yarashibdi. Uchib qo'ygan bu suv ovqat to'lab boryapman. Qanday qilsam bo'ladi? Men davlat tomonidan qarzdorligim. Demak, Ma'rifat mahallasida bu mashina. Agar bo'lagi nima deydi, hozir bu savolingizga javob berishni va o'rganish tashkil qilishimiz kerak. Agar ruxsat bersangiz, o'rganib Ma'rifat mahallasini qo'shimcha axborot kiritamiz bu bo'yicha. O'zi o'rganib chiqadi. Ta'minoti nima uchun bularda hisob-kitob ketyapti? Lekin sizlar xususiy haligi suv tarqatuvchidan suv olyapsizlar, lekin aholiga hisob-kitob ketyapti. Bu ham balki
bizda ertaga noreal qarzdorlik ko'payishi olib kelishi mumkin. O'rganib chiqamiz, buni qo'shimcha axborot beramiz. Rahmat. Marhamat, Abduqodirov. Assalomu alaykum. İkinci ve 6. yo'nalishlar bo'yicha meni savolim bor edi. Bizda birlashmamizga yangi rahbarim keldi va Telegram kanali ochilganligi haqiqatdan o'zim ko'rdim. Bo'limlarda to'y-po'tli yorlar xizmat berib qo'yilgan. Lekin shunga holat bo'lyaptiki, bu haqiqatdan fuqarolarda elektorizm bo'lyapti. Ta'sir kuchi bir xil. Shu boshqa dorilarni nom boshqachalar bo'lyapti. Sizda dori turibdi, bor, lekin ba'zi shifokorlar nomidan shu ta'sir kuchiga ega boshqa nomlar dori yozib berganligi bu bizda yo'q. Lekin vaholanki, shuni ikkinchi nomdagi boshqa dori bor. Mana shu narsalarni nazoratga olishingizni so'rayman. Bu savolingizni tushundim men. Demak, tibbiyot birlashmasiga yangi rahbar kelganda ham aynan shu masalani gaplashdik. O'sha Telegram botda bo'layotgan bo'lsa, endi biz bitta qiladigan ishimiz bo'ldi tibbiyot birlashmasi bilan birgalikda. Demak, o'sha yoziladigan nima deydi? Retsept deymizmi? O'sha retseptni mavjud dorilarga to'g'rilab yozish bo'yicha ham alohida ishlamasak bo'lmaydi. O'sha Telegram botga kirsangiz, ishonch telefonlari ham turibdi. O'shanda ham iltimos qilamiz, o'sha joyida qaysi shifokor tomonidan yozilayotgan shu ishonch telefoniga telefon qilib aytsalaringiz, bizga ham yana yengillik bo'ladi. Lekin biz o'zimiz ham o'rganish o'tkazamiz demak. Bundaqa muammo ham bor ekan. Yana bitta muammo bor. Bu yerda dorilar qoldig'i balki o'zgarmayotgandir, lekin 15 kunlab, 20 kunlab yangilamayotganlar bor. Biz endi har 10 kunda yangilab borishga kelishganda 2 haftagacha yangilamayotgan bo'limlar bor. O'zingiz ham ichiga kirib kuzatib tursangiz, unga aniqlik kiritasiz. Buni o'rganib ko'ramiz. Agar aniq ma'lumot bo'lsa, bizga yana ham yaxshiroq bo'lardi. Retsept bilan solishtirib ko'ramiz. Endi mana 6. yo'nalish bo'yicha haqiqatda obil vujud orqali va davlat manzilli rejalari orqali suv tarmoqlari tortildi. Shaharga tortilmagan liniya qolmadi, hamma joyga tortildi. Lekin shu liniyalarga suv kelmayapti. Qaysi tomonda boshqa qasrga ketadigan ko'chalarda zabishlar qo'yilganda ular ochiq turibdi. Regulovka tomonlar shunday yo'q-da. Agar regulovka qilinadigan bo'lsa, mana endi hozir qish kelganda suv keldi, hozir ko'chadan kiradan hammasi suv. Yozda mana shu yo'q. Lekin bir xilda suv asosda ishlab turibdi. Shuning uchun mana shuni suvoqova tomonidan har bir zabishlarni taqsimlashda, pul kalta qilinma yoki shikoyatlar ochilmadi, uni qo'yish chorasini ko'rish. Xizmat ko'rsatish sifati past degan ma'noda bo'lyapti bu savol. Samaradorlik. Savol endi suv ta'minoti rahbariga o'zidan javobni olamiz hozir batafsil. Nima qilmoqchisan shu savolga javobda? Marhamat, savol bormi? Sizga alohida so'z beramiz, hurmatli. Savolingiz bormi? Kun tartibi masala bo'yicha. Shu sog'liqni saqlash masalasi bo'yicha nima borib aytdim. Agar mumkin bo'lsa, agar shu aptekalarni rashlab kelishib masala. Shunaqa bitta holatlarga duch keldik. Chiqamiz bu aptekaga, boramiz bu aptekaga, keyin vrachni o'zlariga falon aptekaga boramiz. Bu narsa qandaydir odamda nima shubha uyg'otadi. Shu tomondan ham nazorat qilsangiz, boshqa. Keyin boyagi suvoqova bo'yicha ham konferensiyalar ochiq deb 2 haftadan beri tashkillangan. Mana shu ko'chamizda, talabalar ko'chasida olib ko'rsangiz, birorta bir savol olib bermasdan. Keyin yozib tashladim shuni. Iltimos qilsizlar. Buni nazoratga olamiz. Savol bormi? Kun tartibi masala bo'yicha. Suvoqni o'zini chiqaramizmi? Tushadi. Marhamat. Yangi oyda birga to'lovlar qilinadi. Lekin bugungi kunda to'lov bo'lmaydi. Shuning uchun shaxsan o'zim Mol-mulk yer solig'i.
to'langan. Yerda lekin barpo bo'lmayapti va qabdan bizga soliqni qarzdorlik bo'lib kelyapti. Hozir keladi narsamiz ham. Keladi. Agar misol uchun soliq o'zidan to'lagan bo'lsa, unda alohida ariza bilan murojaat qilsa, o'sha xodim yo xodimlar nomidan siz bir murojaat qilasizmi, bir xat qilasizmi, bir o'rganib berishimiz uchun-da. Chunki hozir aniq ma'lumoti bo'lmasa, kimnikiligini o'rganishimiz qiyinroq bo'ladi-da. Zo'r lekin man bordim o'zim ham o'zim uchun ham xodimlar uchun shu kvitansiyalarni olib bordim. Nima rasmiy ham bordim o'zim. Mana shunaqa xastaliklar, bungacha navbatlarni qabul qildim. Buni bosargan. Bu murojaatga ko'p yozgan lekin bo'lsa bungacha natija yo'q. Shaxsan o'zimga ham kelyapti. Sababi soliq o'zidan, men o'zim ham to'layman soliqni. O'sha 15-oktyabr, 15-aprelga aprelni ko'rsatadi, shunda to'laymiz. Lekin biron marta hali soliq o'zidan xatolik sezganim yo'qda. O'sha qarzdorlik ko'rsatadi, to'lagan summangiz hammasi turibdi endi. Ilovada turibdi. O'shaning uchun bizga ham qiziq, shuning uchun ariza bilan yoki xat bilan bir murojaat qilsin. Bir ko'rib chiqaylik, qani balki ilovada bir xatolik bordir. Qanday? Rahmat. Savollar yo'qmi? Yuksalish raisdan savol bor. million qarzdor beryapti-da, soliq bo'yicha. Biz fuqarolar uyiga boryapmiz. 21-yilgi qarzdorliklar qaytib tushyapti-da ularga. To'lagan bizga ko'tarisini ko'taryapti. Men soliqqa savol bersam, nima sababdan deb bo'lyapti? 21-yilgi soliq bazasi oshib ketganligi sababli o'sha qarzlardan qaytib tushib qolyapti deyapti-da. Realist o'rganganda o'sha qarzlar yo'q. Ham shunday javob berdi. 21-yilda qarzlar soliq bu soliqlar qanday tushib qolyapti. Demak, muammo o'sha soliq tizimini o'zida ekanda, ular o'zi o'tirib o'sha bazasini to'g'irlash kerak, qaytadan qarzdorlik chiqarish kerak. U tushunadi. Demak, umumiy masala shug'ullanamiz bilan. Soliq bilan birga ishlaymiz. Savollar yo'qmi? Savollar bo'lmasa, sizdan iltimos qilamiz. Rahmat Ferzulovich. Ko'p masalalar ko'tarilyapti, to'g'ri masala ko'tarilyapti, lekin masalani ism familiyasi yo'q. Masalan, ko'targan nima deydi? Odam fuqaroning ma'lumoti yo'q. Mana больница dori ko'tarildi. Mavhumda hamma narsa. Kelinglar faol fuqaro bo'laylikda, shuni ism familiyasi bilan, hujjati bilan tutsak, mana shunda ishlash oson bo'ladi va bu kamchilik bartaraf etish o'rnoq bo'ladi. Bo'lmasa biz umumiy gap bu nimada qachon o'sha menga o'tamiz, qachon sen deb ko'rsatamiz, ana shunda menimcha ishda natijadorlikka erishamiz. Rahmat. Mana shu kunda qo'yilgan masala bo'yicha ko'p masalalar ko'tarildi. Ma'ruzada masalan xalq ta'limi bo'limi rahbari bo'lib qatnashyapti. So'z bersak sizga marhamat. Qani nima qilmoqchisiz? Shuni gapiring, nima qildingiz emas. Chunki biz sizdan 10 kundan keyin sessiyaga ana shu masala bo'yicha hisobotni alohida kiritamiz. Siz mana hozir hamma kamchiliklarni eshitdingiz, to'g'rimi? Shtatlar bir-birini taqsimlashda qo'pol xatoliklar, rotatsiya jarayoni o'z holiga tashlab qo'yilganligi, xususan 60% maktab rahbari, 50% menejer sertifikati yo'qligi, anonim so'rovlar o'tkazilmaganligi, 13 maktablarda ma'nosiz o'tkazilmaganligi bo'yicha mana biz yozib oldik, siz yozib olgan bo'lsangiz. Siz yozib oldingizmi yo'q bilmadim. Yozib oldingizmi? Qani ko'rsatinglar, nima yozib oldingiz? Shuni mana deputatlarimizga nima qilmoqchisiz? Shuni ayting, keyin nima qilganingizni alohida sessiyada ma'lumot bering. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, hurmatli kengash raisi. Albatta hozirgi bizga ko'rsatilgan kamchiliklar jumladan ovoz qo'yishdingizmi? Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya raisi. Albatta bir qator kamchiliklarni yozib oldik, lekin direktorlar rotatsiyasi masalasi ko'tarilgan. Albatta korrupsiya agentligini o'rganishdan so'ng bizga alohida protokol bilan kelgan. Biz rotatsiyani boshlaganmiz, jumladan Yangiyer shahar 8-maktab rahbarini 2-maktabga, 2-maktab rahbarini 8-maktabga hamda bu jarayon
davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham boshlaganmiz. Jumladan 8-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarini 5-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari bilan almashtirdik, lekin bu jarayon davom etadi. Sababi bizda yillar davomida, ya'ni 10 va undan ortiq yillar bilan ishlayotgan rahbarlar mavjud. Ularga biz tushuntirish va ko'rsatmalarni berganmiz. Ikkinchi asosiy masala bu menejerlik. Albatta hozirgi kunda bizda 12 ta maktabimizda menejerlik sertifikatiga ega bo'lgan 5 ta direktorlar faoliyat yurityapti. 6 tasi bilan ishlayapmiz. Jumladan hozirgi kunda 1-maktab hamda 6-maktab rahbarini 1 oylik menejerlik sertifikatini olish bo'yicha jo'natganmiz. Ularning oyda oxirida Xudo xolsa bizga menejerlik sertifikatini olib kelsa, qolgan direktorlarni keyingi oylarda bosqichma-bosqich shu yilni o'zida yakunlab beramiz. Keyingi bizda eng og'ir masalamiz bu stavkalar masalasi. Albatta 15 nafar o'qituvchi va 5 nafar tarbiyachi 0,5 va 0,5 stavkalar bilan ishlayotgan jarayon. Bu bo'yicha biz o'sha ta'lim muassasa rahbarlari bilan ishlayapmiz. Ularni o'sha qamrovni ko'paytirsak, gruppa ochiladi. Yangi xodim olmaydida o'sha yetmayotgan stavkalarni ajratib berish yo'li bilan amalga oshirish rejalashtirganmiz. So'rovnomalar 970 nafar xodimimiz bo'lsa, 470 tasida, ya'ni 54.2% olingan. Bu jarayon biz oyda oxirigacha yakunlab axborotini beramiz. Albatta boyagi yuqoridagi ikkita ta'lim muassasalarida 2 kun ichida biz so'rovnomalarni amalga oshiramiz. Javobni eshitdilaring, mana rotatsiya qilish jarayoni boshlangan. 8-maktab bilan 2-maktab dedingizmi? Xuddi shunday. Endi deputatlarimiz nimada baribir ichida savol bor. Bu rotatsiya jarayoni qanday qilib amalga oshirmoqchisiz? Qachon sizda yakuniy natija bo'ladi? Biz hozirgi rejamizda 2 ta maktab hamda 2 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini rotatsiya qilish jarayonini boshlaganmiz. Rahbariyat bilan birgalikda biz oktyabr 15-gacha o'zgarish qilamiz. Oktyabr 15-gacha kun tartibiga shu masala kiritiladi. Biz hayron qoladigan narsamiz, bu yerda mana 8-maktab ishlaganiga qancha bo'lgan? 1 yil ham bo'lmadi yangi direktoringizga. Olimjon. Rotatsiya bo'lganiga to'g'rimi yo'qmi? 1 yil ham bo'lmadi. 2-maktabingiz qancha bo'ldi? 2-maktabim 11 yil bo'ldi. 11 yil. 30 yil bo'lgan direktorlaringiz bor. Bor. Adolat tarozisi qanday? To'g'rimi, noto'g'rimi? Sababi albatta rotatsiya jarayonida 25 yil ishlagan direktorlaringiz bor. rotatsiya Bu Ibragimov degan odam rotatsiya siyosati qachon ularga yetib boradi? ularga Bu yangi rotatsiya degani yangi nafas berish degan rahbarga. Bu issiqni joydan quturish emas, ularga to'g'ri tushuntirish kerak. Yangi vazifalar oldida turadi. Yangi islohotlar qilish kerak bo'ladi shu maktabda, yangi joyda. Biz sizga mana shu rotatsiya jarayonini bir boshqarish nuqtai nazaridan nima deydi? Menda masalan ishonch yo'q. Bu to'liq amalga oshadi degan. O'zimda shunday xulosa kelyapti. yozib oldik, bu bo'yicha qilamiz, ishlarni ko'rsatib beramiz albatta. Agar biron bir zaif joy bo'lsa, aytish kerak. Zaif bo'ladigan xalq ta'limi bo'limi mana shu masalada bizda qattiq qo'llik yetishmayapti. Menda shijoat yo'q desa, biz buni hozircha shunday xulosaga kelyapmiz. Rahbarda bunda qat'iyat yo'q degan xulosaga kelyapmiz. Mana shu qilgan rotatsiyada natijada olingan qo'rqmoqda. 1 yil bo'lmagan direktorni olyapsiz, bu yoqqa o'tkazib qo'yapsiz, 11 yil. Bu yerda 25 yil, 30 yil ishlaganda yuribdi hammasi nima qilib. Siz bu ta'lim tizimiga nima qilyapsiz? Salbiy ta'sir ko'rsatib, sizni nima sovuqqa munosabatingiz. Shtatlar birligini taqsimlash bo'yicha Ibragimov nima deydi? Xudoyqulov degan odam havoga qarab o'tiribdi. Shtatlar birligini taqsim. Siz davlatning byudjeti, pullari bu, mablag'i bu. Keyingi sessiyaga bironta maktabda yaxshi o'rganib, xulosa berasiz bu yerda. Tushundingizmi yo'qmi? Bu davlatning byudjet mablag'lari bu. Yo maktab va maktab ta'lim bo'liminiki emas. Buni har bir so'mning maqsadi sarflanish siz javob berasiz birinchi navbatda. O'tiring. Marhamat, tibbiyot rahbari. Rahmat sizga, mana kecha yaxshi ishdan boshladingiz. Mana shu Toshkent shahridan to'g'ri doira mutaxassislarni olib keldi o'zlari tashabbus bilan. Ancha fuqarolarimiz nima qildi? Keyin mana Davlatobodda bir nima qildik? Mana Davlatoboddan kim deputat bizda? Mana shu 4-guruh yotib qolgan kasallarni uyiga faqatgina davleniya o'lchash emas, boyagi laboratoriyalar kirib bordi yotib qolgan kasallar. Chunki ular bora olmaydi больницаga.
o'sha UZI apparatlar bilan kirib bordi vrachlarimiz biz. Ya'ni o'sha kuchli jamoa milliy tibbiy brigadani haqiqiy tibbiy brigada shakllangan holda borishdi. O'zlari ko'p xulosa qildi, mana Jomiy mahallasiga yotqizgan kasallarni joylashtirdi. Birinchi qadamlaringiz rahmat, bizga mana shu xalqcha rahbar kerak. Boshqa biz talabimiz yo'q, nimasi yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli majlis qatnashchilari. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan kamchiliklarni hammasini yozib oldik. Xudo xohlasa, ishtirok birliklarini qo'shimcha ehtiyojga qarab pullik ko'rkalar ko'paytirish hisobiga to'g'rilashga harakat qilamiz. Keyin vrachlar masalasida ham ertaga chorshanba kuni o'tkaziladigan yig'ilishda umumiy tartibda qaytib o'tiladi. Kelajakda nimamiz raisimiz aytgandek, to'g'ridan to'g'ri shaxsga nisbatan berilsa, ularga to'g'ridan to'g'ri nima bilan prokuratura xizmatlari bilan birgalashib chora ko'rish harakatlari qilinadi. Rejalarimiz xuddi shunaqa, yana kattalar milliy markazi bilan gaplashildi. Shu joylarda tibbiy ko'rib o'tkazish tashkillashtirish va 500 ta fuqaroga tekin angiografik tekshiruv o'tkazishga va'da berishdi bor. Yurak qon tomir kasalliklari bu asosan yosh kattalarda kuzatiladi. Bu mobil mashinasini beradida fuqarolarimizdan 500 kishini tekin tekshiruv qilib beradi. Bizda Yangi shahar uchun bu stentlash masalasi, u mashinani o'zida amalga oshirilmagani uchun markazda ligotasi borlar sug'urta tashkiloti tomonidan olib berilib qo'yiladi. Bu keyingi shanbadan boshlab qilinadigan ishlarimiz. Rahmat. Va Telegram masalalarida ham o'z ichiga kirib o'rganib, ahvolinglar. Rahmat. Buni hokimiyat mahalla kanallari hammasiga beriladi. Hayot ko'rsatuv bo'yicha yosh ko'rsatkichi e'lon qilinadi. Rahmat. Kun tartibida navbatdagi masalaga o'tamiz. Yangi shaharda 2025-yilda kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturining asosiy yo'nalishlaridan biri etib belgilangan Sardor tajribasi asosida shakllangan driver loyihani amalga oshirish hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 6-martdagi Sirdaryo viloyati ishbilarmonlik muhitini, infratuzilma va aholi turmush darajasini yanada yaxshilash chora-tadbirlar to'g'risida 90 qaror ijrosi bo'yicha so'z Yangi shahar moliya iqtisod bo'lim boshlig'i o'rinbosari Xudoqulov Dilshodga. Feruzoral agar masala bo'lmasa sizga ruxsat. Masala yo'qmi, prokuror? Assalomu alaykum sessiya ishtirokchilari, sessiya raisi. Demak, qisqacha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 6-martdagi Sirdaryo viloyati ishbilarmonlik muhitini, infratuzilma va aholi turmush darajasini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi (93) qarorini shaharda ijrosi yuzasidan qisqacha hisobot berib o'tsak. Demak, xalq deputatlari Yangi shahar kengashi sessiyasi, xalq deputatlar kengashlari sessiyalarining hududiy davlat organlari, tashkilotlari, mansabdor shaxslarining hisobot eshitish tartibiga muvofiq Yangi shaharda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 6-martdagi Sirdaryo viloyatida ishbilarmonlik muhiti, infratuzilma va aholi turmush darajasini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi 93 qarorining ijrosi yuzasidan qisqacha quyidagi ma'lumotlar. Yo'l infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha shu kungacha 3 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida jami 25 ta ichki yo'llarni asfaltlash ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu maqsadlar uchun jami 5 milliard 362 million so'm miqdorida mablag'lar rejalashtirilgan va 3,5 milliard miqdorida umumiy summaga nisbatan 71% miqdorida avans mablag'lari ajratib berilgan. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yo'l infratuzilmalarini moslashtirish bo'yicha Davlatobod mahallasidagi Alisher Navoiy ko'chasini moslashtirish uchun 582 million so'm mablag'lar ajratilib, 260 million so'm miqdorida pul mablag'lari moliyalashtirib berildi shu vaqtga qadar. Maktabgacha ta'lim muassasalari bo'yicha shahrimizdagi jami 13 ta maktabgacha ta'lim muassasalarining 2tasi ushbu dastur asosida to'liq rekonstruksiya qilishga tushgan, xususan 9 va 11 sonli maktabgacha ta'lim muassasalari to'liq qayta remont qilinib, qayta foydalanishga topshirilishi belgilab qo'yilgan. Ushbu
xarajatlarni amalga oshirish uchun jami 7 milliard 900 million so'm miqdorida mablag'lar ajratilgan va 5 milliard 700 million so'm moliyalashtirilgan shu kungacha. Demak, boshqa muassasalar, xususan Fazilat mahallasidagi Barkamol avlod bolalar maktabini mukammal ta'mirlash uchun 582 million so'm, shahar mudofaa ishlari bo'limi binosini mukammal ta'mirlash uchun 924 million so'm, shahar sport maktabi binosini ta'mirlash va akademik eshik kiyish bazasini rekonstruksiya qilish uchun jami 4 milliard 700 million so'm miqdorida pul mablag'lari rejalashtirilgan. Qarorga asosan joriy yilda respublika darajasidagi Yangi shahar hududidan fuqarolarga yakka tartibda uy-joy qurish uchun 27,5 gektar yer maydonlari fuqarolarga rasmiylashtirish belgilangan. Yangi shahar hokimining 2018-19 yillarda qabul qilingan qarorlariga asosan fuqarolarga ajratilgan yer maydonlarini qonuniylashtirish. Bunda qarorda ko'rsatilgan mulk egalariga ustunlik bergan holda yopiq elektron auksion savdolariga chiqarish vazifalari topshirilgan. Ushbu topshiriqlarga asosan ijrosini ta'mirlash bo'yicha e-auksion savdolar savdo platformasida yer maydonlarini joylashtirish bo'yicha o'z egalariga topshirilmoqda. Xususan ushbu qarorda belgilab o'tilgan bundan tashqari Yangi shahar markazidan kesib o'tuvchi Janubiy Mirzacho'l kanali bo'yida turistik gastronomik markazlarni tashkil etish, Yangi shahar hokimligi tomonidan ajratilgan yer maydonlarini elektron onlayn auksion savdolarini tashkil etish, tashabbuskor tadbirkorlarga ajratib berish bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilgan bo'lib, xususan Janubiy Mirzacho'l kanali bo'yida bugungi kunda master rejalar ishlab chiqilmoqda va piyodalar yo'laklari, o'rindiqlar, chiqindi tashlash qutilari va ko'cha chiroqlari o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, BP 93-sonli qarorning 25-bandiga muvofiq Yangi shahridagi Sirdaryo erkin iqtisodiy zonasi hududini elektr energiya ta'minoti bilan ta'minlash, Go'zal podstansiyasidan 3,5 kilometr uzunlikdagi 2 zanjirli elektr tarmoqlari va 2 ta 40 ming kilovatli transformatorlar o'rnatish, bitta podstansiyalar qurish uchun zarur mablag'lar ajratish Vazirlar Mahkamasiga ushbu mablag'lar ajratish bo'yicha qarorlar loyihalari tayyorlanib, imzolash uchun takliflari kiritildi. Demak, bu dastlabki masala bo'yicha ma'lumotlar edi. Endi ikkinchi mavzumiz Yangi shahridagi zarbdor tajribasi asosida driver loyihalarining ikkinchi bosqichiga Yangiobod mahallasidagi Toshkent ko'chasi va Navro'zobod mahallasining Navro'zobod ko'chalarida 1 gektar yer maydonlari yo'l bo'yi xizmatlarini tashkil etish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrdagi hududlarda yuqori iqtisodiy o'sish va aholi bandligini ta'minlashning yangi tizimlarini yo'lga qo'yish hamda bu borada mahalliy hokimliklarning roli va mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 223-sonli farmoniga asosan Yangi shahrida zarbdor tajribasi asosida sanoat, qishloq xo'jaligi hamda xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlashga turtki beruvchi shakllantirilgan loyihalar bo'yicha driver loyihalarining ikkinchi bosqichiga Yangiobod mahallasidagi Toshkent ko'chasi va Navro'zobod mahallasining Navro'zobod ko'chalarida 1 gektar yer maydonlarida yo'l bo'yi xizmatlarini tashkil etish belgilangan. Bunga ko'ra Yangiobod mahallasidagi Toshkent ko'chasi va Navro'zobod mahallasidagi Navro'zobod ko'chalarida 20 ta xizmat ko'rsatish nuqtalari, xususan avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va savdo kompleks obyektlari tashkil etish rejalashtirilmoqda. Buning uchun bir dona 630 kilovatlik yangi transformator o'rnatish uchun jami 300 million so'm miqdorida mablag' zarur bo'ladi. 3,5 kilometr piyodalar yo'laklari qurish uchun 1 milliard 400 million so'm miqdorida va 600 dona zamonaviy ko'cha yoritish chiroqlari o'rnatish uchun 300 million so'm. Jami umumiy ushbu loyihani tashkil etish va amalga oshirish xarajatlari uchun 2 milliard so'm pul mablag'lari respublikadan ajratilishi rejalashtirilmoqda. Ushbu loyihani amalga oshirish natijasida shahrimiz iqtisodiyoti uchun qo'shimcha ravishda 100 ta yangi ish o'rni yaratilib, aholi bandligi ta'minlashga o'z hissasini qo'shadi. O'rtacha bir yilda 27 milliard so'mlik qo'shimcha xizmat ko'rsatish hajmi yaratiladi va byudjetga qo'shimcha ravishda 1,5 milliard so'm miqdorida tushum tushish ehtimoli
prognoz qilinmoqda shu yo'nalishlar bo'yicha. Qisqacha shular ikkita dastur bo'yicha keyin ochiq byudjet portali orqali ya'ni open byudjet bo'yicha ikkinchi mavsum g'oliblari e'lon qilish sessiya qarori loyihasini kiritsak bo'ldi. Keyin ma'lumotni Marhamat o'qing. o'tsam. Demak, qisqacha Yangiyer shahridagi ochiq byudjet axborot portalida 2025-yilning ikkinchi mavsumida g'olib bo'lgan loyihalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PP 72-son byudjet jarayonlarida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2024-yil 30-yanvardagi tashabbusli byudjet jarayonlarini o'tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 666 sonli qarorlariga asosan shahrimizda 2025-yilning ikkinchi mavsum ochiq byudjet portali orqali ovoz berish jarayonlari 15-yildan 3-avgust kuniga qadar 75 ta takliflar kelib tushgan. Shahar hokimligi jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish, shahar byudjeti mablag'lari mazkur tadbirlarni yo'naltirish bo'yicha ishchi komissiyaning yig'ilish qaroriga asosan 62 ta takliflar saralanib, ochiq byudjet portali orqali 19-avgust kunidan 31-avgust kuniga qadar targ'ibot ovoz berish jarayonlari o'tkazildi. Ushbu ovoz berish jarayonlari orqali ochiq byudjet axborot portalida ovoz berish natijalariga ko'ra 6 ta loyiha g'olib deb topildi. Bular Abdurahmon Jomiy mahallasida ekopark barpo etish uchun jami ajratilgan mablag'lar 750 million so'm pul bo'lib, bunda umumiy ovoz soni 1850 tani tashkil qildi. Mavzobod mahallasidagi Yangi Hayot, Marg'ilon, Yulduz, Semurov, Quyoshli maskan, Mirzacho'l ko'chalariga asfalt yotqizish ishlarini amalga oshirish uchun 485 ovoz bilan 1 milliard 100 million so'mlik loyiha. Binokor mahallasida ham Guliston, Bastakor, Chinor kabi ko'chalar uchun 900 million so'm pul mablag'lari, Yangiyer tibbiyot birlashmasini issiqlik ta'minoti tizimini tubdan qayta yangilash uchun 300 million so'm pul mablag'lari, 10-maktab issiqlik tizimini ta'mirlash uchun 300 million so'm pul mablag'i va Yangiyer shahridagi 5-son umumiy o'rta ta'lim maktabini moddiy texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari uchun jami 320 ta ovoz to'plab 100 million so'mlik loyiha g'olib deb topildi. Demak, jami 2025-yilning ikkinchi mavsumi davomida 6 ta loyihamiz g'olib deb topilgan. Ushbu 6 ta loyiha uchun umumiy qiymati 3 milliard 450 million so'mlik takliflar ilgari surilgan. Qisqacha shuningda. Demak, nima deysiz Abduqodir? Sarlavhani o'qimagan holda, demak, masala qo'yilyapti. G'olib ikkinchi mavsumda, 2022 mavsumda endi xalq tilida open byudjet, biz endi sessiyada o'tiribmiz. Tashabbusli byudjet jarayonlari bo'yicha mablag' ajratish va buyurtmachi tashkilot belgilash yuzasidan qaror kirilyapti. Har biri bo'yicha batafsil ma'lumot berdingiz, to'g'rimi Xudo xohlasa? Shunday. Savollar bormi? Mana Xudo xohlasa xalqimiz aytyapti, biz shahar aholisi bizga dam olish zonalari bo'lishi kerak deyapti. Mana shu ma'noda mana Jomiy mahallasida 750 million so'm ekopark loyihasi olib bo'lyapti. Undan oldin Fazilat mahalla shu tashabbusdan chiqqan edi. Mana Shukrona mahallasi endi o'zimiz mahalliy byudjetdan nima qildik, viloyat hokimligi ham yordam berdi. Tashabbuskor bo'lish kerak. Endi eng yaxshi kaliti buni open byudjet. Marhamat, bahor mavsumi deputatlar ham o'zini okrugidan kelib chiqqan holda manimcha o'zlari ham taklif bersa, hududida birgalikda xalq ovozini yig'ib nima bo'ladi? Eng kam ovoz qancha bilan yutib oldi? 220 ta ovoz bilan. 220 ta bilan bitta. Shu bilan birga uchinchi masala ham bor. Shunga vaqt to'xtalib o'tish kerak. Bu shu har safar bamaslahatlash nima qilamiz? Mana mahalliy byudjetda mablag' ajratish bo'yicha bizda 14 nafar yetim bolalar va ota-onasi qaroq mahrum bo'lgan bolalarga Abdurahmon Jomiyda Yangi O'zbekiston masjididan uy-joylar qilib berdik. Davlatimiz rahbariga ming rahmat, mana uylarning pullarini ajratib berdi. Tadbirkorlarimizga ham rahmat, ular shu arzonlashtirgan holda sotgani uchun mana shu masjiddan yangi uylar, remont bo'lgan uylardan uy olishdi. Endi navbat endi hokimlikda shu qaror bilan yuklatilgan 5216 qarorda shu jihoz olib berish. 14 ta farzandlarimizga mana shu mebel jihozlari, uy-joy sharoitida yashash uchun mablag' ajratish masalasi kirilyapti. 14 ta bolaga bo'lyapti 55 million so'm.
agar deputatlarimizdan yaxshi bo'lardi, bir borib ko'rib yoki rasmlar tashlab bersa, Doniyor qilingan ishlar bo'yicha yetim bolalar nimasi, ota-onasi harom bo'lgan uy-joylar bilan ta'minlash bo'yicha qilingan ishlar. Rahmat. Undan keyin biz har mustaqillik bayramini mana shu shahrimizda mehnat qilgan, ta'lim bilan shug'ullangan hamda namunaviy oilalardan 10 jami 30 ta fuqaroni rahbarlantirishda bir yaxshi an'ana sifatida kiritish maqsadida 30 million so'm mablag' ajratdik. Mana 30 ta oilani rahbarlantirdik. Shu ma'noda shunga mablag' so'ralyapti. Hamda Yuksalish mahallasi Mustaqillik ko'chasidagi suv haydash minorasi bitta yangi nasos, Temur Malik mahallasida joylashgan Temur Malik suv haydash inshootiga quduqlar 2 dona 7,5 kilovatlik ichimlik suv nasoslarini olish uchun taklif ham bildirilmoqda. To'rtinchisi, mana Sirdaryo viloyati hokimligi tomonidan tasdiqlangan ish rejaga muvofiq Jomiy mahallasi bizda bilasizlar, Qizil mahallaga kirgan. Shu mahallada jinoyatchilik barvaqt profilaktika qilish maqsadida mana shu domofon, keyin nima chiqindi konteynerlar sotib olish uchun 29,400 million so'm mablag' so'ralyapti. Bu shu auksion nimalardan olingan narxlardan qo'yilgan holda. Shu masala yuzasidan savollar bormi? Savollar bo'lmasa, kun huquqlar tasdiq berishmi? Rahmat, kun tartibi tasdiqlandi. Qani Qurbonov kelyaptimi? Ha? Bu yerda mana nima boyagi prokurorimiz hisobotida kambag'alchilikda masalasi ko'tarildi. Bo'ladi. Marhamat, umuman kambag'allik bo'yicha olib borayotgan ishlar bo'yicha aholimiz yaxshi emas. Shahar prokurori ham o'z nimasida e'tirof etdi, nimasi Xalq bankidan tomonidan ajratilayotgan mablag'lar, marhamat, qachon bu nima to'xtaydi bu? Hokim yordamchisi instituti joriy etildi. Mana shu narsalar shaffofligini ta'minlash uchun, maqsadligini ta'minlash uchun. Lekin baribir boyagi nima manzilli maqsadlariga darajasini ko'tarish qiyin bo'lyapti. Marhamat. Assalomu alaykum, majlis ishtirokchilari. Prokuratura tomonidan Yangi shahrda kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash sohasida amalga oshirilayotgan ishlar holati bo'yicha o'rganish o'tkazildi. O'rganish davomida 24 va 25 yillar davomida hokimiyat yordamchilari tavsiyasiga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yildagi 55-sonli qaror ijrosi yuzasidan har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Xalq bankining shahar filialidan 462 nafar shaxslarga tadbirkorlik emasdi 7 million so'm mablag' ajratib berilgan, imtiyozli ajratib berilgan. Qayd etilgan davrda 462 nafar shaxsni bandligi ta'minlangan bo'lishi kerak edi, shu o'rinlar yaratilgan bo'lishi kerak edi. Shundan 6 nafari yaratilmay qolib ketgan. Hisobotda 462 nafarga ko'rsatilgan va haqiqiy holatda 454 nafarni tashkil qilgan. Bu bo'yicha biz har bir manzilni o'rgandik va hisobotga kiritilmay qolganlarni qaytadan hisobotga kiritilishi ta'minlandi. Keyingi bizda hokimiyat yordamchilaridan ijobiy tavsiyasiga asosida ajratilgan imtiyozli kreditlarning mablag'larini maqsadli sarflanishi to'liq oxiriga yetkazilmagan. Chunki u yoqda o'rganiladigan qism ko'p bo'lganligi uchun bizda jismoniy jihatdan ulgurilmagan. Hozir o'rganish ishlari davom ettirilmoqda. Shuningdek, ish beruvchilar tomonidan bandlik bo'limiga har oyda berilishi kerak vakansiya ish o'rinlari to'g'risida ma'lumotlar. Bu 12 ta holatda shu berilgan ma'lumotlar asliga to'g'ri kelmasligi, u bandlik holatiga vakantda ko'rsatilgan lavozimlar haqiqatda odam ishlayotganligi aniqlandi. 46 nafar tashkilotga korxona hisobidan noto'g'ri kiritilgani aniqlandi. Bu bizda soliq inspektori degan lavozim joriy etilgan. Keyin mana shu bandlik sohasidagi huquqbuzarliklarni oldini olish va ularni o'rganish bo'yicha bular o'rganib 12 nafar tashkilot va korxona rahbarlari va tadbirkorlik subyektlariga yo'l qo'yilgan tartiblar bo'yicha o'rganilib jazo choralari qo'llanildi. Qisqacha hisobotni shunga ko'ra. Savollar bormi? Savollar.
Endi biz nimada bu jismoniy vaqt degani shunchalik ish ko'pmi hokim yordamchilar? Jismoniy vaqt topilmadi. Qanaqa tushunsak bo'ladi? Ishi ko'p bo'ladigan bo'lsa, kambag'alchilikni umuman 100% bajargan bo'lardi. Hozir yarim yillikni 57% ga bajaryapmiz. 9 oylikni 57. Eng oxirgi o'riladi yangi. Jismoniy agar vaqti bo'lmasa, biz 100% bajarib qo'ygan bo'lardik, biz tushunardik-da, hokim yordamchilarning jismoniy vaqti yo'q. O'rganilgan. Qachon bir siz deputatlarimizga biron bir mahallani tahlil qilib, 10 ta odamingiz bor, to'g'rimi? O'zi shunday. Bitta mahallani tahlil qilib, bir tanqidiy bir o'tirib, bir umuman kambag'allik bilan qanday kurash ketyapti qisqartirish bo'yicha shaharda qayerda biz zaif nuqtalarimiz bor, qayerda kimni ko'zini ochishimiz kerak deb tashkilotlarni ham chaqirib, keyingi hisobot yig'ilishiga kiriting shu masalani. Bo'ptimi? Sessiyada gapiraman, ketaveraman deb nima qilishlar juda xato o'ylaydi ayrim rahbarlar. Agar bizga ma'ruzangiz ma'qul kelsa ma'qul kelmasa majbur bo'lamiz yuqori tashkilotlarimiz kengash nomidan o'zimizni e'tirozimizni bildirishga mana shu masala bo'yicha. Tushunarlimi? Kelgusi sessiyada bu kun tartibidan tushmaydi. Po'lat har sessiyada har bitta mahallani o'tirib tahlil qilib deputatlarga axborot beradi. 7 likda qayerda kamchilik bo'lyapti, biriktirilgan mas'ullarning qayerda kamchilik bo'lyapti, inson markazini qayerda nimasi bor, nimasi ta'siri ko'proq bizga kerak, yordam ko'proq kerak. Tushunarlimi? Rahmat. Mana Qurbonov keldilar, hurmatli Qurbonov. Mana sizga savol, marhamat, minbarchilik. Nimani Xudoy qo'liga bir savol bersak, nima nojoiz bo'lardi? Mana driver sohalar. To'g'ri, trotuar yo'laklarini davlatimiz rahbari qurib beryapti. Ko'p narsani qilib beryapti davlatimiz rahbari, ming rahmat. Lekin sizdan davlat so'rayapti, tadbirkorlikni rivojlantirish hududida. Siz Toshkent ko'chasi Yangiobod qanday tadbirkorlik rivojlantirmoqchisiz? Hozirgi kunda bu 3-chi qaysi ko'cha? Markaziy ko'chasimi Yangiobodda? mana shu asosni deymiz. Asosning kechki yo'l bo'yidagi yo'lda tanlab olingan. Bu joyda hozir yangi taklif bilan ikkilamchi yo'l tushiriladi va o'sha joyda hozir savdoga qo'yilgan yerlar bor. Shularga kirib chiqish qulaylik sharoiti bo'lmaganligi uchun o'sha driverimizda o'sha joyda belgilab berilgan. Bu ko'zda tutilmagan edi, shu narsani kecha oxirgi marta iqtisodiyot va moliya vazirligi sizni taklifingiz bo'yicha davlat sizga 2 milliardga yaqin pul beryapti. Siz 2 milliard mablag'ni soliq tushumi, tadbirkorlik yaratib javob berishingiz kerak. Siz shunga kafolat berasizmi shu hudud bo'lishiga? bo'ladi. Bo'lgan bo'lsa mana mablag' ajratildi, mana sizga Tinchlik ko'chasiga, to'g'rimi? Trotuar yo'lak qurildi, to'g'rimi yo'qmi? Xuddi shunday. Lekin tadbirkor soni ko'paygan yo'q yerda. Hozirgi kunda qurilish to'xtab qolgan obyektlarda qachon siz oxirgi marta o'sha yerda tadbirkor bilan gaplashdingizmi? O'tirib olib 24 ga 7 ko'chada taqdimotlar qildik, chiroyli qilib. Viloyat hokimiga hatto taqdimot qildim, majbur qildim. Lekin qani bu qachon bu tadbirkorni qo'lidan ushlab, qachon yerda 24 ga 7 ko'cha ochiladi mana. Davlat pul berdi. Davlat o'zlashtirdi. Mana quruvchi qurdi ketdi. Lekin yerda tadbirkor 20 ta 40 ta bo'lishi kerak. 40 ta bo'lsa 80 ta bo'lishi kerak. Kechasini ishlashga o'tish kerak 24 ga 7 ko'cha bo'lgandan keyin. Bu tadbirkorlar xabari bormi, yo'qmi? Birinchi savol. Qachon edi Qurboni borib stol qo'yib o'tirib o'sha yerda bir ish qiladi, bizga ko'rsatadi. Hozir yana bu haftaga o'zi 6-sentyabrga yaqinlash kerak edi. O'zi 90 kun qoldi oyda, yilda yaqin. 31 dekabrgacha kutadimi davlat? Qachon qilib bo'lar ekan Qurbonovni? O'zi Qurbonov degan odam 6 oygacha qilib bo'lish kerak edi-da, so'rash kerak edi. Buni qachon tugatadi? Otabek tezroqga tushiraylik bu ko'chani deb. Mana birinchi ma'no qanaqa ishlash kerak? Proaktiv harakat. Bizniki kechirasiz. Aktiv so'z yo'q bizning harakatimizda. hozir Ikkinchi mana masala Janubiy Mirzacho'y kanali. Bu ham qurilish tugayapti. Bironta bir tadbirkor subyekti savdoga chiqqanini eshitganim yo'q. Biz tadbirkorlarga e'lon qilishimiz kerak mana shu yerda. Olinglar mana shu yerda restoran ochinglar, kafe ochinglar. Mana shu ko'chada odamlar dam oladigan ko'chaga aylansa, shahrimizda kamdaqa dam oladigan ko'chada. Otabek Ro'zov xabaringiz bor, master reja ishlab chiqilishi kerak. Bu prezidentimiz qaror to'g'risida qarori 6-marta Sirdaryo viloyatini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturi doirasida bu master reja ishlab chiqilishi kerak edi. Master rejada ishlab chiqilgandan keyin o'sha tashabbuskor tadbirkorlarga biz o'z boshingizda o'sha ekologiya va atrof muhofaza qilishga xalaqit bermagan holatda 20 ga yaqin hududlarni tayyorlab qo'yganmiz. Faqat savdoga chiqarish master reja tayyor bo'lgandan keyin chiqaramiz. Shu xohlasa shu hafta yakuni bilan auksionlarga chiqarib o'sha lotlaring qayerda
sizlarniki master reja lotlarni qayerda chiqyapti? O'sha suvni qirg'oqdan naryoqda 12 metrdan keyingi joymi? Ha? Xuddi shunday bo'lsa, unga ruxsat bo'lgan bo'lsa, jarima olib berilgan bo'lsa qo'lingizga, uni master reja loyihasi bilan kelishuv qilib ham chiqarsa bo'ladi bemalol. Bu o'zini master rejasi sunarsan, aks etib ketadi xolos. Loyihani zakazchiga ham o'zi bo'lasiz, osmondan sizga loyiha tushadimi nima qilib? Suvni o'rtasiga qurmayapsizmi mabodo? Do'konda suvni o'rtasiga qo'ymayapsizmi? O'zim yo'q, emas. Hozirgi kunda boyaga haritasi kelishini ham ko'rib. Bunda ham qilsa bo'ladi, bunda ham boshqarsa bo'ladi aslida. Bironta narsani boshqarmaymiz, tashlab qo'yganmiz. Master reja deymiz, u deymiz. Endi yil yakuniga borib bilmayman nima deb javob berasiz. Agar bu turishingiz uchun qattiq xulosa qilib oling o'zingizga. Mana jonim Tinchlik ko'chasi mana, hurmatli deputat, 24 ga 7 bo'lsin deb hamma narsa qilib beriladi. Trotuar yo'lab bu tomon, u tomon. Hech kim lekin nima qilmayapti, shug'ullanmayapti sensa bilan. Men pastidan bir tomonda zeleniy yashil zonaga joy ajratib, 26 ta bir qavatli do'kon ham tushiryapti. E'lon ham qildik tadbirkorlarga. Undan ham savdoga hech kim chiqarishni hech kim qiziqmayapti. Islohotchi bo'lsangiz, islohotchi bo'lmasak, biz bu lavozimdan ketishimiz kerak, Qurbonov. Achchiq bo'lsa shu gapni sessiyada aytyapman. Islohotchi agar bizni xarakterimizda, xatti-harakatimizni o'zgartirish nuqtai nazaridan bir har kuni bir reja bo'lmasa, o'sha odamlarning hayotini bu nima o'tirib biz hammamiz. Tadbirkor quryapti, unga buni ma'ni ham ishtirokim yo'q, sizni ham ishtirokingiz yo'q. Lekin siz tadbirkorga g'oya bersangiz bo'ladi. Mana shu yerda siz turetskiy restoran oching, 24 ga 7 bo'ladi mana shu. Sizga bir sharoit qilib beramiz. Hamma sizga kafolat beraman deyish kerak. Hozir nima qiladi? Oboratda sement sotadigan do'kon ochib qo'yadi. Men pulni tikib qo'ydim endi deydi. Nima deysan? Oldinroq aytmadingiz hammaga deydi. Yonidan yana qanaqadir bir kafe, pirojnoy, kofe, mana shunda odamlarimiz mana shu joy oldin aytish kerak. Shu joy seniki deyish kerak. Bemalol stol suv qo'yib, zont qo'yib, bemalol savdo qilib ketadi. Hech kim tushunmaydi. Mana o'rtoq Nosirov, mana deputatlar ikkitagina kafe ochdim men. Ko'rsatma sizlarga. Kelinglar. Shoshyapman shu qilgan ishlarni ko'rsatishga deyish kerak. Ana birinchi bo'lib qanaqa ishlash kerak. Bunday bo'lyapti, qurilishni to'xtatsin, qurilishni tugatmagan. Reja, master rejani ham loyihasi tanish, kelishsa bo'ladi. Siz shu narsani kiritib keting deydi. Bo'ldi, kiritib ketamiz deydi. To'g'ri taklif berdingiz deydi. Aytda master rejani tayyor bo'ladi, keyin aytasiz. Master rejada boshqa narsa ko'rsatilgan ekan deydi. Shuning uchun deydi, buni bekor qildik deysiz. Yana 3 oyga ishimiz orqaga ketadi. Shuning uchun mana shu davlatimiz rahbariga ming rahmat, lekin davlatimiz rahbari odam uyatda turibdi, gapni ochiq mana shu ajratilgan mablag' maqsad yo'naladi, lekin haligi tadbirkorlik tashabbusini amalga oshirishga hali qiladigan ishimiz juda ham ko'p turibdi. Shuning uchun bu borada kechani kecha, kunduzi kunduzma ishlash kerak Qurbon. Bugundan, hozirdan borib ishlash kerak. Oldiga shu ikkita maqsadni qo'yish kerak. Shu driverni ishga tushirib ko'rsatishimiz kerak bizlar. Sizga 1-noyabrgacha muddat mana deputatlar oldida. 1-noyabrga hisobotni o'shadek ko'rgan holda eshitamiz. Tushunarli. Hozir hammasini o'rinli e'tirozlar bildirildi. Har bitta tadbirkor bilan gaplashib, to'g'ri tushuntirsangiz, tadbirkor sizni to'g'ri tushunib, to'g'ri qabul qiladi. Ishga kirib, shug'ullanishni faoliyati faqat shu ichida. Tinchlik mana Yangi asr ko'chasi tarafda. Asosiy hozir qismi Yangi asr ko'chasi belgilangan. Keyin undan tashqari Davlatobod mahallasini Tinchlik ko'chasi, mana shu Ma'rifat ko'chasi, Tinchlik ko'chasi 24 ga 7 ko'cha bo'ladi, chap tomoni. Yerda shu tayyor nima binolar turibdi, faqat tadbirkorga aytish kerak shuni. Sen xizmat qilma shuni Turkiya restoraniga, sen xizmat qilma shuni nima kafeynaga, sen xizmat qilma shuni bir Xitoy restoraniga misol uchun, sen xizmat qilma shuni milliy taomlarga deb ana shunday qilib tashkilasi mana oldida yer saniki deyish kerak. Bemalol 30 ta stol olib, zont qo'yib bemalol savdo qiladi. 24 ga 7 ko'cha nima e'lon qilishdi. U hali ko'pnasini olish kerak, u hali men tashkil ishlar ko'p demoqchiman-da. Lekin tadbirkorlarni bitta jamoa bo'lib ishlashga, masalan, biz ko'p topshiriq berdik Qurbonov shu masala bo'yicha ishlang deb. Ideologiyasini qilib beryapti nimasi, hammasi. Shakli bor, faqat mazmun kiritish kerak xolos. tadbirkorlar Kanalni bo'yida mana jon daraxtlarning tagida joy ajratganmiz. Morojnoxona ochsin, burger xona ochsin. Istasa bor Toshkentdan brendovый nimani olib kelsin. Odamlar ertaga yozda ham bemalol o'ynab dam oladigan joy paydo bo'ladi.
faqat Shuning uchun sessiya nimasiga taklif bo'ladi. Mana shu masalada driver yo'nalishida hisoboti birinchi o'rinbosarniki yetarli emas deb topilsin. Shu bilan birga 1-noyabr kuniga shu deputatlarga hisobot berishi mana shu masalada mas'uliyatini oshirgan holda nimasi bilan bank yo'qmi sizda? Iqtisodiyot moliya bo'limi bor sizda, to'g'rimi? Hammasi bor. Savdo sanoat palatasi bor. Ular nima ish qiladi? Shu ishni qilmasa. Jamoa bilan bugundan boshlab o'zgarib ish qilish kerak. 100 marta sizga aytdik, lekin siz xulosa qilmayapsiz shu masalada. Erta biz 24 ga ko'chani ochib, o'sha yerda bir kamida 30 ta tadbirkorlik subyekt tashkil qilib, har kuni 250-300 ta odam keladigan joy qilib, yana biz javob bera olamiz davlatimiz rahbariga. Shunlarni 1-noyabrgacha bajaramiz. Yakunlaymiz. Rahmat. Marhamat. Hozir Navro'zda Toshkent ko'chasida nimaga so'rashgan? O'sha xizmat ko'rsatish. Xizmat ko'rsatish. Endi boyagida aytganimizda bu joyda bizlar aholini hozir yangi shaharni sanoqlashgan hududda madaniyatimiz faqat qurilish materiallaridan cheklanib qolishimiz kerak emas. Og'imiz to'g'ri aytyapti, shahar sohib. Bu bizda bugungi kunda daromad keltiradigan narsa hozirgi kunda yangilikka intilib yo'q narsani bizni o'zimizni yangi shaharda jalb qilishdi. Hozir misol uchun mana Toshkent shahrida bo'lsak faqatgina turistik deydi yoki Yaponiya yoki Xitoy taomlari pishiradi. Bir yo'nalishda xizmat ko'rsatish. Mana hozir meditsina yo'nalishi ham yangi shaharda ancha rivojlandi. Hozirgi kunda masalan o'sha Navro'zobodga mana hozir o'sha Toshkent ko'chasida hech narsa yo'q edi. Hozir mana sekin bilan hozir ikkita misol uchun o'zimizda o'sha oddiy xonadonida qilib qo'yib bugungi kunda somsa yoqib pishirgan bo'lsa, hozir mana ikkita somsa chiqdi o'sha yerda qilyapti. Demoqchimanki, xuddi shunday mana bu hokimimiz to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Bu birinchi boshlagan ishimiz mana shu Binokor mahallasida boshladik. Endi bu driver bu prezidentimiz tashabbusi bilan sizga savolni aniq qo'ydida endi. Qurbonov endi vaqtimiz olmaylikda sizga savolni aniq qo'ydi. Nimaga asoslashgan bo'ladi bu yerda? Xizmat ko'rsatish. Bo'ldi, siz nima tasavvuringiz bo'lmasa, u loyiha qilmasligimiz kerak edi. Shu narsani ayting, bo'ldi. Endi boyagi stroy material chiqamdi. Demoqchiman chekkaroq edi, Navro'zobodga shuni ixtisoslashgan bo'lib turib ko'chani butun qurilish materiallarini tarqatib bo'lsa, boyagi oziq sotiladigan joyga chang seminlar aralashmalarida buni taklif qilmoqchi. Bu bo'yicha ham shahar hokimimizni 1 gektar yer maydon bor. O'shani hozir keyingi 2026-yilga dasturga kirityapti. Toza hudud orqasida 1 gektar 24 yer maydon bor. Shu qurilish materiallari o'sha majmuasini tashkil etish bo'yicha hozircha ishlarni tashkil etyapti. Kim sizga xalaqit beradi? 26-yilga dastur kiritdingizmi shuni? Xudo xolasa Kim sizga xalaqit beradi? Hozir qilinglar. Hozirdan shu hozir qilib e'lon qilinglar odamlar. U odamlar savdo qilib chiqarib nima qilish kerak? O'sha hamma stroy material ko'chib borish kerak. Biz uni ovora qilish bilan nima deydi? Yo'l tozalash bilan nima chiqadi? Markaziy ko'chalarni. Mana shu narsa bo'yicha haqiqatdan gap bo'ldi-da. 5 yil oldin chekimga bergan odamlar bo'lib, hozir mana yana ham qo'ymasdan turib stroy materiallarni taxlab qo'yganda ana shu yer hozir olsak bo'ladimi degan taklif. Hozir masalan bularga taklif berdim. O'sha Navro'zobod mahallasidan 1 gektar yer bor. To'g'rimi Ulug'bek? Ana o'tiribdi u, ayol. She'r yozmayapsan, hayolan qayerda seni? Ha, o'sha 1 gektar yer bor deyapman. Yengil konstruksiyali qilib, o'zlari qilsa, faqat bizning vazifamiz buni e'lon qilishimiz kerak odamlar. Ko'proq tadbirkorlar e'lon qilish kerak, shaffof bo'lishi kerak bu jarayon. Sizlarning yordamlaringiz shaffof bo'lib qilsak, hammasini olib o'sha yoqqa borib, o'sha qurilish material bozori bo'ladi alohida o'sha yerda. Yangi yerga kerak o'z qurilish material bozori. Uni hozir qilish kerak. Qurbon, bu sizga kim xalaqit beryapti? Sizni qo'lingizga kim ushlab turibdi? Bu yerda chiqarganimiz faqat boshqa yo'nalishda chiqarganmiz. Hozir qaytarib qadastirdan bu qaytarib boshqa faoliyat yo'nalishini qurilishga o'zgartirishimiz kerak bo'ldi. Bo'ldi, mana shuni ham kun tartibga kiritasiz. 3 kun muddatda ikkalasi yozma bersin kengashga. Qaytadi, kiritib, chiqarib, nima qilib. Alohida kiritasiz, ko'p o'rin bor, nima, nomi, familiyasi yozasiz, kadastrlik nima qilib. Tushundingizmi? Va o'tiringlar. Bu savol yo'qmi boshqa Qurbonovga?
Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibiga kiritilgan masalalarni ko'rib chiqdik. Sessiyani olib borish yuzasidan boshqa taklif va mulohazalar bormi? Yo'q bo'lsa, ko'p yig'ilish bo'ldi. Lekin men aytmoqchiman, deputatlarimiz mana viloyat hokimimiz o'tgan safar deputatlar so'rovi tizimi bo'yicha nima qildi, shu bo'yicha faollashtirishlarni iltimos qilaman. Mana shu so'rovni ham bizga 3 kun ichida kengash kotibi yig'ib bersa, sizni ham kengash kotibi xodimlari o'zingizdan bekor ishlab aytganligingizni bildiradi, tushundingizmi? Har bitta deputatdan 3 tadan mana shu xalqning muammo, xalq dardini bilayotgan masala bo'yicha deputatlik so'rov shahar hokimi nomiga yozib bersin, tushundingizmi? Buni bajarishda o'zimiz bajarib olamiz. Deputatlar masala muammo ko'tarishda nima deydi? Charchamaslik kerak demoqchiman. Lekin o'ziga ham norma qo'ymasin. Oyiga 3 ta ekan, 4 ta ekan. Chiqdimi masala? Ko'tarish kerak. Chiqdimi masala? Ko'tarish kerak. Shunda qancha ko'p bo'lsa, biz shuncha minnatdor bo'lamiz. Agar yo'q bo'lsa, shu bilan xalq deputatlari yangi shahar kengashi navbatdagi 16 sessiyasini